YouTube kanalingiz uchun ajoyib va qiziqarlilar topish muhim hisoblanadi, ammo ayrim bir content makerlar shunday xatoga yo'l qo'yishadi, nomlarni xato yozishadi. Bugungi videomizda biz shu haqida gaplashamiz. Kanalimizga like, obuna bosib qo'ying, kanal rivoji uchun albatta. Birinchi usul bu shaxsiy ismingizdan foydalanish. Misol uchun kimga preview kerakmi, unda bizga murojaat qiling. Previewlarni izohlarda esa berishimiz mumkin. Qahhor, Omonxon va boshqa youtuberlar haqida. Bu qiyinchilik tug'dirmaydigan nomlar bo'ladi. Ikkinchi usul bu yo'nalishingiz nomidan foydalanish hisoblanadi. Kanalingiz nomini o'z yo'nalishingizga moslab qo'yish hisoblanadi. Uchinchi usul bu o'ziga xos nom tanlash. Agar kanalingizga shaxsiy ismingizni qo'yishni xohlamasangiz, o'ziga xos nom tanlashingiz kerak. Ajoyib nomlarni ChatGPT saytidan topishingiz ham mumkin. Siz obunangiz bilanmi? 20 ta obunachiga qarab ketaman. Rahmat. Va 20 ta obunachi bo'lishimizga sizning obunangiz yetishmayapti. Obuna bo'ling.